Xalq tilida qon kasal, ya'ni teleroz. Hozirgi kunda eng ko'p uchrab turgan kasallik. Kelib chiqish sabablari kanalar, burgalar, qoramollarni chaqishi natijasida kelib chiqadi. Bu kasallikning belgilari shunday ko'rishimiz mumkin: doimiy temperatura, limfa bezlarining shishishi, molni oldingi orqaga doimiy tebranishi. Shu kabi belgilar borki, demak, molimizda teleroz, ya'ni qon kasalligiga gumon qilishimiz mumkin bo'ladi. Kasallikni davolashda birinchi navbatda Bavkatrin forte, ya'ni bu tana haroratini tushiradi. Qondagi parazitlarni o'ldirish uchun Teosayt preparatidan foydalanamiz. Teleroz natijasida ikkilamchi kasalliklar rivojlanadi va buni oldini olish uchun Oksidon forte 20%ligidan foydalanamiz. Samo Agro kompaniyasi Yevropa davlatlaridan O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri katta partiyada veterinariya, agronomiya preparatlarini olib kiradi. Mana shu yerda ko'rib turgan barcha brend firmalarni O'zbekistondagi yagona dilleri hisoblanadi. Xususan, Vapconi ko'pchilik biladi. Shu yerda turgan brenddagi barcha kompaniyalar bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlaydi. 4 konteyner o'g'itlarimiz kirib keldi. Biz bu yuklarni to'g'ridan-to'g'ri O'zbekistonning 12 ta viloyati bo'ylab yetkazib beramiz. Manzilimiz Samarqand shahrida, o'sha bog' shamol chorrahasida kelganingizda Selxoz instituti ro'parasida joylashgan. Vet aptekachi, veterinar akalarimiz uchun zo'r imkoniyat. Pastdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqing. Barcha turdagi veterinariya, agronomiya preparatlariga optim narxlarda buyurtma bering.